Bugun Muhammad Alining obrazini o'zgartiramiz. Yuzi bosh tuzilishidan kattaroq ko'rinib qolyapti. Sababi sochi yumshoq, o'sib ketgandan keyin ob'yomi yo'qolib qoladi. Shuning uchun bugun bo'lib olish texnikasida kreativ stil qilamiz. Birinchi navbatda sochini tepa qismini ajratib, yonlariga krugli gradirovka qilishimiz uchun sunnatga muvofiq o'ng tomonidan boshlaymiz. O'ng tomonni orqa qismini yarmigacha olib bo'lganimizdan keyin chap tomonni ham xuddi shunaqa kaltalab chiqamiz. Undan keyin tepa qismiga o'rtadan kontrolli seksiya ochib, kvadrat forma berishni boshlayman. Keyin tepa qismlarini yonga moslab chiqaman. Yonlarni bo'lsa, mashinka yordamida plavniy perexod qilaman. Sochimizga umumiy formani berib, yonlarni ham kalta qilib bo'lganimizdan keyin sochlarimizning uchiga filirovka yordamida tekstura beraman. Qilgan ishim yana ham chiroyli chiqishligi uchun fen yordamida yaxshilab quritib, vosklarni surib, kreativ stilda ukladka qilaman. Qilgan ishim sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar, joningiz sog' bo'lsin.